Endi bizda hamma xursandchilik marosimlarida osh qilinadi. Bizning eng mashhur ovqatimiz osh. Hali bolalar o'g'il ko'rsa ham osh beradi, to'g'rimi? O'g'il ko'rdim deb. Endi hali bitta g'alati bolalar paydo bo'lib qolyapti. Ularga bilmayman, dadasi bir atalab berganmi yo shirin guruch yedirib berganmi odamlarga, to'g'risi ularni oshga aralashtirmanglar. Endi xursandchilik marosimlarida osh bo'lgani zo'r, lekin mana hapan marosimlar bor-ku, misol janazadan keyin pato bor-ku, ashinga bir g'amginroq ovqat o'ylab topaylik, to'g'risi. Bir pitsa beramizmi? Bu osh bilan bo'lmaydi. Osh yeb yig'lashni ilojisi bo'lmay qolyapti. Hali opalar keladi. Uka ayollarga 8 ta osh berib yuboring deydi. Solyapsiz. Mehribonim akam. Ukam onasiga ham shakarobdan soling deydi. Opa siz mehriz shakarobgachamidi? Hozir mehribonim akamdan beryapsiz. Hali akalar yomon qiladi, tishini yalab. Ozgicha tuzi kam bo'lib qopti deb. Sizni tuzingiz kam bo'lib qolgan. Qanday aydi odam bo'lgansiz osh tuzini gapi. Shu odamlar aytib olsa kerak deyman. Osh zo'r o'pdi-yu. Shu kunlarda yana kimdir o'lmaydimi, yana bir tekin osh yeb ketardi. Devermasin deyman-da, to'g'risi bu.